أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sürmenlik savaştaşlar bugün okumak çoğunumuz Fecr suresi. Bu sure Mekkiye, yani 30 ayetlik sure. Bu suremu ilgirki Mekki surelerge okşaş. Yani dinin asası prensip olan aqide meseleleri, yani kıyamet meselesi, kıyametteki yaxşı yaman mukafatla, kıyamette bulduğun özgürlükler, ondan keyin şunçula delil paketla asasızda sözlengen kıyametke alaqadar, dinge alaqadar, peygamberinin haqqıga alaqadar, Allah'a alaqadar meselege qarta insanların tutgan pozisiyasi ve bu insanların ilgirki ötmüşki insanların karakterinin ki bayanı bunun qarta Allah'ın birdigan jaza mukafat qatarlıq ahvallar tilg'anadi. Abdur bu mazmunni 3 temaga bölüp surenin aldıda bizge xulaslap berdi. Qani anglap baqaylı. Beyne yaday sura, yani surenin aldıdaki mazmunla. Suratul Fecr Mekkiye ve hiye tetahaddas an umur thalatha raisiyye. Fecr suresi Mekkiye bulup bu asası 3 iş hakkında sözleydi. O olsun birincisi zikru qisas ba'dul umam el-mukezzibin li Rasulillah. Yani Allah'ın elçilerini inkar kıldığan ötmüşteki bir kısım milletlerinin kıssını sözleş. Mesela Ad kavmiga okşaş, Samud kavmiga okşaş, Firavun'un kavmiga okşaş ve ularga düşken azap ve irançılıkның bayanı, ularning haddidan aşqanlıq sebeplik. Bu mazmunla alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد diye orundan tatip inna rabbaka labil mirsad muş ayat gıça şu mazmunlar tilg'angan. İkinci mazmun Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki muşu hayattaki bendilerini yaxşı yamanlık, bayi kembeğallik bilen imtihan qilish'tiki qanuniyetinin bayanı ve insanın ki pul malını adedin ziyade qattiq yaxşı görüş karakteri hakkında mazmunlar tilg'angan. Bu mazmulla fe'emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu faqadara alayhi rizqa fe'emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe'akramahu ve na'ama feyekulu rabbi ekremen degan ayetten başlap ve tuhibbunal mala hubban jamma degan ayetgacha mush mazmunlar tilg'angan. Üçüncü mazmun ahiret ve ahiretinin korkuncusu, qattiqliklari, kishilarning qiyomat kunisi sa'idlar, shaqiylar, ashqiyolar deb ikkiga bo'linadiganligi va yomon kishilar bilan isil, yaxshi kishilarningki oqibatining bayoni qatorliq mazmunlar tilg'angan. Bu mazmun kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa va ji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra degan oyatlardan boshlab sureninki oxirigacha. Endi surening temasini o'tgandan keyin bu suredagi bilib tegishli so'zlarga keldik. Lug'a hijr oyatning o'zida lizi hijr deb bir oyat var. Lizi hijrdagi hijrning ma'nosi al-aql ve lub, yani aql degan ma'noda. Aqlmi aql, lubmi aql degan ma'noda. İmam Farradotu'da Arap'ta odatda innahu lazu hijr deb qo'ydi bir odamni. Bu adam üzünü besib alalaydigan, qahira li nafsihi, dabitan laha, üzünü kontrol qılalaydigan bir adam bolsa, da üzünü to'xtatib olgan, so'qaqqan, ishlarga yiroq nazar bilan qarayalaydigan bolsa, bu adamni zu hijr deb qo'ydi. Hijrning asli ma'nosi bir ishdan cheklash degan ma'noda. Aqlni hijr deb atab qo'yishning sababi chunki u dötlüklerden qalaymuqqan ishlarni qilishdan cheklaydi. Shoir davotida va kayfa yurajja ayatuba va innama yurajja min al-fityan man kana za hijr deb manda bir she'r o'qigan. Mushirning o'zidimi onun tövbe qilishi qanday umid qilinsin? Bu tövbe degan faqat yoshlarning ichidagi aqlliq bo'lganlardan talab qilinadi deb mushu she'rining o'zida man kana za hijr deb hijrni aql degan ma'noda oldi.
Ondan keyingi so'zlik jabu sahradagi jabu qata'u kesken degan ma'noda arablarning bir so'zi va shu so'zdan elingan fulan yajubul bilad degani butun davlatlarni kezgan deb bunday ma'noda oladi u vaqtida, ya'ni yaqta'uha kesib o'tgan degan ma'noda. Bizning ishlatimiz bu qumliqni kesib o'tish, shaharning o'tirini kesib o'tish, bu o'staqni kesib o'tish degan bu shaydagimi jabu ishlatadi. Qata'a ma'nosida, turas miras ma'nosida, lamman yani ayetdeki ve tuhibbunal mala hubban jamma degan oyatning 5idagi va ta'kuluna turasa aklan lammadagi lamma shadid ma'nosida, yani asl lug'at ma'nosi bir yerga yig'ish to'plash degan ma'noda. Shu odat arablarning bunda bir gapi bor. Lammallohu sha'asahu deb qo'ydi. Ya'ni Alloh uni to'pladi degandek ma'noda. Lamma shamal deyotgan bir gapmi bor? Bir yerga yig'ilish, to'plash, oila bo'yicha yig'ilish degandek bir ma'nodan chiqadi, to'planish degan ma'noda. Jamma buyuk, ko'p, cho'ng degan ma'noda. Shoir mushu ma'noda jammani qo'llangan. In taghfirillahumma taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka ma alamma degan shirda, ey Alloh sen mag'firat qilsang, bak katta mag'firat qilsa, gunoh qilmagan sening qandoq bandan bor? Qaysi bandan gunoh qilmaydi deb bir duo shaklidagi she'r. Tamam, endi so'zliklarda bir qur ko'rib o'tgandan keyin tafsirga kelaylik. Alloh bu surani qasam bilan boshlab davatadi. Val fajr va layalin ashr. Biz burungi surlardan deb kelyapmiz. Ulumul Qur'onlarni tafsiri so'zlagan Alloh o'zi cho'ng deb bilgan yoki ma'lum bir hikmatlar yushirilgan, biz bilmaydigan yoki biladigan shaklda ma'lum hukmlarni o'z ichiga olgan maxluqlar bilan qasam qiladi. Alloh qasam qilgan maxluqlarda cho'qim bir narsalar bor. O'shada val fajr va layalin ashr deb Alloh fajr bilan qasam qildi, va layalin ashr 10 kunlar bilan qasam qildi. Ya'ni bu bir qasam, ya'ni men tong vaqti bilan qasam qilma. Ya'ni fajr qandoq, tongning qandoq vaqti, subhning qandoq vaqti desa, zulmat, kechining zulmatini qo'g'ilgan vaqt. Ya'ni biz aytganda shu olam yorug'an bir taraf oqagan vaqt va ya shuni biz fajr deymiz. Shu vaqt bilan qasam qilma va Zulhajning avvalidagi muborak 10 kunlar bilan qasam qilma, chunki u haj ishlari bilan mashg'ul bo'ladigan kunlar. Mufassirlar davatida Alloh subhanahu va taolo fajr bilan qasam qilishi, chunki fajrda qalb Robbning Parvardigorining huzuridagi qalbning xushu'i bo'ladi fajr vaqtida. Muborak fazilatli 10 kunlar bilan qasam qildi bu Zulhajning 10 kunisi, chunki u yil ichidagi kunlarning eng afzali. Sahih Buxoriyda kelgan bir hadisda ma min ayyam al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihi min hadhihi al-ayyam. Yani mushu kunlardagi amallar Allohga suyimli bo'lganda boshqa kunlar yo'q deydi. Boshqa hech qanday kun ma kundagi amal Allohga suyimli bo'lganda unda emas. Ya'ni Zulhajning 10 demakchi. Davud ya Rasululloh, Alloh yo'lidagi jihadni bunga tenkanmamdi degan vaqt Rasululloh Alloh yo'lidagi jihadni tenkanmaydi. Illoki bir odam o'zining jini melidan chiqib can melidan hech narsa qaytib kelmasa, an u yuqurulab bo'lmasa Zulhajning 10dagi amalga hech qanday amal to'g'ri kelmaydi deydi. Va shaf'i val watr degani men jub bilan qasam qilma, taq bilan qasam qilma, har shayning degani bu yerda dunyodagi hamma narsa yo jub yo taq bo'ladi. Demak Alloh o'zining maxluqining ichidagi butun narsadan qasam qilgandek. Fa ka'annahu ta'ala aqsama bi kulli shay. Alloh xuddi har shay bilan qasam qilgandek bu o'rinda. Chunki shaylarning hammasi yo jub yo taq bo'ladi. Yoki bo'lmasa u xalq va xoliq bilan qasam. Alloh xalqlar bilan o'zi bilan qasam qilgandek. Yani Alloh subhanahu va taolo o'zi yolg'iz o'tirdir. Maxluqotlarning hammasi zakar va unsa, shaf, ya'ni jubdir. Manda tushunsak bo'ladi. Val-layli idha yusr. Yani kecha bilan qasam qilamanki, ajoyib koinotning ajoyib harakatlarini qana qiladigan, mangduradigan, o'tkazgan kecha bilan qasam qilaman. Bu yerda mangdurish degan bir qaydni kelishi, chunki shuningda qudratning mukammalligiga, ne'matning to'liqligiga bir dalolat turgan dalolat va hal fi zalika qasamul ladhi hijr. Yani yuqori tilg'ilingan shaylarda bir aql egilarining qanoat qilg'ida qasam bormidi? O'ylab boqma, yuqorida qilgan qasamlar sizlarga yetamdi demakchanda. Yetamdi, men demakchi bo'lgan gap uchun sizlarni qanoat qildirishga yetamdi shu narsalar. Dedik istifhom muqarrarlashtirish.
Ya'ni qasam qilingan ishlarning ahvolini muqam buyuk bo'lganligi uchun bizga nisbatan ko'danglarmi? Men mush narsalarni turib qasam qildim. Yetamdi mush qasam sizlarga. Mushta qasam qilsam, endi sizlar qanoat qilamsizlar degandek bir xil o'qimchi. Xuddi Alloh subhanahu va taolo degandek, "Ma'u buyuk qasam aql egalarining nazarida. Men kana zalub va aql aql egisi bo'lgan arqandoq bir odam Alloh subhanahu va taolo mushu shaylarning ichidan cho'qim ajoyibotlar bor narsalarni qasam qilganligini biladi. Yoki Alloh subhanahu va taolo mush shaylarning ichidan qasam qilgan narsalarda ajoyibotlar va Allohning birlik Robbligiga dalolat qiladigan dalillar bor ekanligini bilalaydi. Demak, Alloh فهو حقيق بأن يقسم به الله onun qasam qilishga haqli, ya'ni nimishqa shuning xoliq azim bo'lgan iloh dalolat olsin. Yoki shu narsa shuni bilan qasam qilishga ya yuqsama bihi shuning loyiq shu narsaning buyuk xoliq bo'lgan iloh dalolat qilganligi uchun degandek bir uqum beyan chiqdi. Imom Qurtubiy davotida Alloh subhanahu va taolo o'zining asmolari bilan qasam qilishi mumkin. Sifatlari bilan qasam qilishi mumkin, Alloh o'zi biladi. Va o'zining af'ollari bilan qasam qilishi mumkin, li qudrati o'zining qudrati bo'lganligi uchun. Xuddi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ma xalaqaz zakara val unsa deb o'zining Allah zakar unsani yaratgan narsalardan qasam degandek mana bir shaklda keldi. Ondan keyin o'zining maf'ulatlari bilan o'zining qilgan ishining ajoyib bo'lganligi uchun bundan qasam qilishim mumkin. Va shuamiz va shams va duhaha va sama va tariq va fajr va layl ashr degandek. Xolos, Alloh o'zi xohlagan shay bilan qasam qiladi. Alloh o'zi xohlagan shay bilan qasam qiladi. Tamam, bu gap oxirlashdi. Endi shuncha qasamni qilib nima demoqchi desa, qasamning javobi mahzubga biya tashlangan. Ya'ni aslisi mushu shaylarning Robbi kupardan azoblaydi. Dalil keyingi oyat qarasak mushu mazmun chiqdi. Keyingi oyatda alam tara kayfa fa'ala robbuka biha. Qasamni qilib, hey, Robbingning ot qavmini qanday qilganligini ko'rdingmi degani diqqat qil. Sen ashta azobdan qutulmaysan degan gap. Yo'ldan chiqsang, buyruqdan chiqsang, sen azobdan qutulmaysan degan gapda. Ya'ni, ey Muhammad, sana yetmidimi? Sening ma'lumotingga yetmidimi? Alloh ot qavmiga, bi'at qavmi Hud qavmining otlariga qanday qilib yetmidimi sana? Iramazatl imad. Bu birinchi ad deydi, ya'ni Iram ahli bo'lgan, buyuk qurilish egasi bo'lgan bular Umman bilan Hadramavt o'tirdiki, ahqoflarda, g'orlarda yaşatgan odamlar bu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yani bu qabila Allah ulug' o'xshash insonlarni yaratib qo'ygan. Ularning kuch-quvvatida, qattiqligida, jismining yo'g'onligida. Bundan maqsad Makka ahlini Allah ot qavmiga qilgan ishlardan qo'rqitdi. Shuni Alloh uni qanday xalaq qildi? Ular umrbek uzundi, quvvati va kuchlik demak Makka kuparlaridimi? Mushtaq turib Alloh uni vayron qildi. Alloh uni jazoladi. Sen kimsan? Sizlar kimsizlar endi sizlar? Sizlar qanchalik insonlarsizlar? Sizlardan buyuk insonlar vayron bo'ldi. Sizlardan buyuk insonlar Alloh jazoladi-ku. İbn Kasir davotida Mavla birinchi ad. Bular Alloh bilan o'ziga Hud alayhisalomni payg'ambar avatgan, fakazzabuhu va khalafuhu. Bular Hud alayhisalomni inkor qilib, buningga qarshi chiqqan. Bular hammasi haddan chiqqan Utad degan qarshi chiqadigan yo'l mutamarridin qarshi chiqqan Jabbari degan zolim mushtakishlar edi. Allohning taatidan chiqqan payg'ambarni inkor qilgan. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ularni qandoq halok qilib, qandoq vayron qilib, ularni bir tarixga aylantirib o'tganligini tilga oladi. Ja'alahum ahadis va ibara degani tarix va ibrat qilayotganligini tilga oladi. Mendeki gap qilyapti degan haqning og'zi gapi qoldi bularning. Tarixga qoldi bularning hech nima qolmadi. Va samud allazina jabu as-sahra bil wad. Yani shuningdek Samud qavmi, bular tog'lardagi quram toshlarni kesib kanitninki jilg'ilarida o'ylarni uyapmılar. Nahatu degani toshni uyib o'tgan odamlar. Va kanu yanhatuna min al-jibal buyutan aminin. Bular tog'lardan amin o'ylarni qanaqalar uyib o'tiradi bular amin. Demak, bularning o'ylari Hijozning Tabukning o'tiridagi toshlarda, tog'larda edi demak. Mufassirlar aytadi. Yani tağlarni, qoram taşlarni, ruham mermerlarni o'ygan tunji kishilar Samud qavmi. Bular o'zining shunchalik kuch-qudrat olganligi uchun qoram taşlarni chiqaratdi, tağlarni cho'qitdi. Naqaba degani o'ygan ma'noda tağlarni o'yib o'y yasaydi. Bularni o'zlariga o'y qilib oladi. Bular 1700 Madina, 1700
400 şehir kurgan bulup bunun hemmisi taş ölen, hemmisi yezi cılgılarda çoğun şehirlerini kurganda vatıdı. Ve Firavun esil avtad, yani şunodek taği, cabbar, zalim Firavun, koşun igisi, top igisi, onun mülkünü çıngıtıdığan, padişahlık çıngıtıdığan armiye igisi olan Firavun mao. Ebu Sa'd Adulbey'de bunu olan Firavun zil avtad dep manda süpetlişinin sebebi onun koşullarının köp boğallığı. Asli avtad degenlik vatandan çıkan kuzuq igisi engepçi. Bu nemde kuzuqның köpünü kılıcısa koşulları köp. Ve ola öylerde tikidigan çedirleri çıqoğanlık üçün, çedirini jıq tikkenlik üçün şu vatan degen çedirini bekitidigan kuzuqны görürsün. Bu noktadan bularni zil avtad dep süpetligen bu. Yani ona demesek, bular avtaddan azap hammeden şu kuzuqqa bağlap, köteke bağlap azaplaganlık üçün de mana çönsek bulun. Her halda Firavunninki şu vaqtdaki mülküniki favqulodda çoğalып ketganligining ifadesi bir xil. Ellezine tagav fil bilad. Bular deydi. Meyli mao bu kim bolsun? Mao mutecebbirilla meyli Ad, Semud, Firavun hemmisi temerradu, hemmisi qarşı çıkıp Allah'ın buyruğundan yüz örgen bular. Zulüm ve eskilik kılıçta haddin eşip ketken bular. Fe ekseru fihal fasad. Bular bu şehirlerde fasatçılıkni köp kılgan şehirler, zulümni, öldürüşni köp kılgan bular. Başka maasiyet günahlarni köp kılgan. Fesebbe aleyhim rabbuke savta azab. Allah senin Rabbin ulağa türlük savta azab degan türlük azaplarni bular. Çügüzgen ularning cinayet hadin aşkılısı. Mufassirler dağıtıdı. Bir yerde sabbe degan lafzni işletti. Nimişqa bu sözninki quyulğucuğa düştü tizlikni taqa sab bunda bir xuddi bir suni da töksek sabda var su tökken tökelgen su degan sharral tushun emasmi tizlikda mana bir ahvolni tasvirlash uchun xuddi odatda mana deymiz o kama qala al qoil degan xuddi degan odam mana bir gaplarni deydigan bir odam var sababna alayhim zalimin sayatana biz ularning ustiga zolim bo'lg'achqa qamchilarimizdan namqana qildik töktük qamchilarimizdan saldik degandek bir murad Allah subhanahu va taala her toifaga bir turlik azobni tushadi atni shamollarni halok qildi samudni ovozlarni halok qildi fir'avn va qo'shlarni g'arqlar halok qildi bu mazmunlar yana bir oyatni tilg'anilgan fa kullan akhazna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليهم حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا her milletninki, her kavmninki ahvalıga qarab turib Allah xilma-xil azaplar bilan, yani özünün qudretini ifadlaydigan şekilde bayran qilganda inna robbaka labil mirsad. Yani ey Muhammed, senin Rabbin kişilerin amellerini ko'z tutib turadi. Ular uni sanab turadi. Şunun bedeliga ularga mukofot jazo beradi. Tashilli keldi. Mirsad degan ras ko'z tutadigan o'rin, bir narsani ko'z tutadigan o'rinni ko'rsatdi. Murad Allah subhanahu va taolo her insonga nima kuzatuvchi Allah'a cabbarlardan, zalimlardan, küparlardan hiçbir kişi ütep ketenmeydi. Bunun da Kureyş küparlarının içinden bir tehdit var. Allah subhanahu ve teala zalim tağilağa, tuğatlağa, tağutlağa düşken azapını tılgı elevedi. Tabii ki nimi üçün aşta olur diyende insanın tabiatı dışında bir karakteri var. Eğer insan vezniyet hep mağmağanda, itekli güçlüğü egeşmegeni de insanın tabiatı bir karakteri var. Şu tabiat ulanı aşmağa mecburlap koydu. Allah şu tabiat mi yerde sözler? Zekrahuna bu yerde kafir insanın tabiatını sözler. Yani bu tabiat paravan vaxtlarda hadedini aşırdı. Xapılık düşke vaxtı ümitsizleniyordu. Yani bakara yaptırdı. Yani poğaçelişip hadedini aşırdı. Bunu dedi, bu ahvalını Allah oturup koydu ki فَأَمَّا الْاِنْسَانِ اِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ Ama insanı kelsek, Rabbi onu sınav, yani onu imtihan kılıp, nimetle bilen فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ Onu bayılık, kolaylık bilen hürmetlese, dünyada bala, mensep, hukuk bilen inamlık kılsa, nimetlik kılsa feyekulu Rabbi ekremen. Yani deydi ki Rabbim bana bergen, men layık olgan nimetle bilen bana kana kıldı, ihsan kıldı bu degen ben layık bunun bir iş gerek degandek bir xil hukum var. Bilmedi ki bu birilgen mal dünyaya hukuk bu saltanatning onunga sınaq ekanligini bilmedi. Eşkur em yekfur. Şükür kılamdı ya ki tanamdı. Ve amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqa. Amma Rabbi onu sınab imtihan kılıp fakirlik olan rızkınınki tar etişilen. Feyekul Rabbi ahana. Deydi ki bu hikmetin gafil şekilde Rabbim bana ahanet kıldı. Bana rızkını talaçır. Bu nima qilgan bo'g'aydim men Allohga? Nimda men tatıma bu xaplıqni? Nimish qilib bunda bo'lib qoladi degandek. Mana bu İmam Qurtubi deydi bu tirilishga ishonmaydigan kafirning sifati. Karomat indahu wal hawan bi kasrati al hazf wa qillatihi. Innama al karamatu indahu
vel havan bi kesr. Yani onun nazarındaki karamet, yoki xorliq dunyodagi nasibasini oz ko'plik bilan bo'ladi uning nazarida. Dunyoda bir sanaltanalik, boy, huquqli yashasa, u uning nazarida karomat. Ammo uning aksi bo'lgan vaqtda uning xorliqi ya unda emaski. Ammo mu'min uning nazaridagi karomat, hurmat Allohning uni hurmatli qilish, Allohga itoat qilish orqali va oxirat nasibasiga yetkazadigan muvaffaqiyat orqali. Agar uning dunyoda kangroq qilsa ham deydi shukr qiladi. Innama ankarulloh. Yani Allah bu yerda insonning ne'matlariga inkor qilmaydi. Ne'mat berish Allohning ne'mati u. Menga Alloh mol dunyo, huquq bergan bo'lsa, Allohning ne'matiga shukr qilishim kerak. Bu yerda faqat inkor qilinayotgan masala insonningki Robbi akraman, Robbi ahanan degan gap. Insonning pozitsiyasi, insonning shu o'zining reallig'i tutgan pozitsiya masalasi Allohning inkor qilgan masalasi bu. Chunki uni bir gapini ayetdeki Rabbi ekremenni poğuçuluk, kibirlik yoldan degan bo'lsa, şükür yoldan emas. Ahanan degan gapini del Allah'tan şikayet qilish, sabrsizlik yoldan degan bo'ladi. Ayada bir mana biz degan deb mana şekilde po'atgan bo'lsa, shunda bir xafalık chiqib ketsa, qattiq ahba. Ya dünya unda emas-ki, hayat unda emas-ki. Hayatda inson birilsa hadidini aşmaslik, birilmay tavib qalsa, ishta turib qalsa, ümidsizlik ketmaslik, hayatda mustahkam turish, chidamchan bo'lish bu talab qilinadi insondan. Buning aksi bo'lgan vaqtda Alloh aybligan kishilarning qatoridan bo'lib qolamiz. Asli va kana al-wajibu alay insonga bo'lishga tegishli ish insondiki yaxshilikqa shukr etish, yomonlikqa sabr qilish. Shunga Alloh uni ayblab, uni to'ndagi so'z bilan to'sdiki, kalla. Shunda emas. La tukrimuna al-yatim. Asl masala emas. Yani bu yerdagi ikrom boylik bilan emas, ahanat faqirlik bilan emas o'ylagandek. Balki ikrom ahanat Allohga itoat qilish ma'sulidan. Lekin sizlar bilmaysizlar. Bal la tukrimuna al-yatim. Amanat sizlar buni dunyoda qilasizlar. Antum taf'aluna ma huwa sharrun. Bu Allohning sizlarga bergan islohot. Ya unda emas. Sizning o'zingizning ahvolingizni, xarakteringizning nacharligi o. Sizning xarakteringizning nacharligini isbotlan ko'rsatib qo'ysak, sizlar uning nacharini qilasizlar. Ya'ni yetimlarni hurmatlamaysizlar. Mana sizlar yetimdan hurmatlamaysizki Allah sizlarga pulni ko'p berish orqali ikrom qilishlar turibsiz. Shuncha iqtisod va yetimlar, kambag'allar ocharchilikda, xarozorlikda yuriydi. Mana buning o'zi sizlarning tabiatinglar, xarakteringlar. Va la tahadduna la ta'amul miskin. Sizlar o'zaro bir-biringizlarni qiziqtirmaysizlar. Muhtojlarga yemaklik berishga, miskinlarga yordam berishga qiziqtirmaysizlar. Va ta'kuluna turaf aklan lamma. Yana sizlar merosni qattiq yeysizlar. Haloldanmi, haromdanmi so'maysizlar. Tashildi keldi. Ya'ni u bo'lsa-mu meros o'zining nasibasini, boshqa nasibasini elib olish. Chunki arablar merosdan qizlarga bermaydi, kichiklarga bermaydi, erlar yolg'iz elib oladi. Mushu tilg'ilingan. Yani bu xarakter, yani iqtisodga bo'lgan xarakter, dunyoga bo'lgan qarash xarakteri, ko'z qarash. Bu yerdagi Alloh bizni o'zgarish talab qilayotgan, yoki bizni talab qilayotgan narsa boshqa narsa emas. Pul topma emas, bayol, namrat emas. Şunun qarata ko'z qarashi normallaşsın. To'g'ri ko'z qarashi bo'ldi demak. Va tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sizlar pul molni naytni ko'p yaxshi ko'rasizlar. Nayt intilish bilan, qiziqish bilan deydi. Mana bu ularningki dunyoga, mol dunyoga dum tushganligini ayiblash ve ularning shu mol dunyodan chiqim qilishga bixilligini ayiblash masalasi. Kalla iza dukkatil ardu dekkan emas. Kalla bu yerda rad qilish. Ya'ni ey g'ofillar, sizlar qaytinglar, bu ishdan to'xtanglar. Çünkü sizning oldingizda shu qiyin kundagi katta bir qo'rqinchlik va shu zaminning hammasi titrab, oqidan harakatlanib midirgan vaqtida, yani ida dukkatil ardu dakkan degani zamin qattiq titrab midirgan vaqtida Jalol davotida yani zamin tavraydi. Hatta ki zamin üstündeki bütün binaların hepsi yıkılıp yok oldu. Ve caa rabbuka vel meleku saffen saffa. Ey Muhammed, senin Rabbin bendilerinin oturdaki hükümlerini ayırış üçün kelgen vaqtida malaikeler sep bulup bir septen keyin kelgan tashildi keldi. Munzir ibn Sa'id aytadi. Buning ma'nosi shu yerda xalqlarga oshkor bo'lish. Buni ma oyat va shu oyat qo'shish oyatlar dal shuning imoya etishni vojib qiladi. Qandoqligini yoki o'qishni talab qilmasdan. Bu masalalarning hammasi g'aybiy bizning tasarrufimizning hal qilgan masalalar boshqa biz faqat imoya etish majburiyatida. Uning ahvoli bu qiyomatdagi g'aybiy masalalar. İbn Kasir davotida xalqlarning hammasi qabrlardan Robb uchun o'rnidan turadi. Sizning Robbing xalqlar o'tirishki hukmdan ayirish uchun keladi. Shu ular
Adem ballarının seyidi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen Allah'a şafaat talep kılgandan kin bulduğu ahval. Rabb Taala hükümden ayrışın kilidi. Malaikeler Allah'ın aldıda sep-sep bulup kilidi. Ve ci'e yevme izin bi cehennem. Ve şu günüsü cehennem keltirildi. Yani cehennem mucrimler onu görüşün keltirilgen vaktini. Ve buridetil cehim lime yaradı ayette şu tılgaladı. Hadisine geldi. Yu'ta bi cehennem yevme izin leha 70.000 zaman. Yani cehennem şu günde keltirildi. Bunun 70.000 çulvur var. Her bir çulvurda 70.000 malaik var. Bunu söylep gelin deydi. Yevme izi yetezekkerul insan. Yani şunda olgan vaxtıda şu günde Rabbi kelip malaikler sep-sep kelip cevza kırılgan vaxtıda insan aş qoqunuşluq günde, aş qoqunuşluq orunda insan özün əməlini əsləydi. Onun ketkizib qoyğunğa, asılıq qığınğa puşayman qılıdı. O qaytıb tövbe qığısı qılıdı. Yuridu ay yaqla və yatub degen dərhal bir yerdən qaytıb. Yaqla degen özün yulub qaytıb. Və anna lahu zikra vaxtı nədə onun tövbe qılış pürsütü? Nədə onun o vaxtı ki ağan vəznisi tülen mənfəəliniş nədən kəpdi? Nədən buludu onunğa? Və qad fata avanuha. Bunun dövrü ötdi, ketdi. Yaqul ya laytani qaddamtu li hayati. Bu pişman qılıb həsrətli deydi ki, kaşki mən axırtımda keyinki məngülük hayatım üçün mənfəət qılğan yaxşı əməllərni qılğan bolsam-çı, ya laytani qaddamtu qılğan bolsam-çı. Feyevme izin la yu'adibu azabahu ahad. Əmdi bu gündə Allah azablığında hiç kim azablayanmaydı. Yani en eşeddi azab bu gündü. Yani aşıq gündə Allah'ın azablaşının asili kılgan kişini qattiqroq azablaydigan bir kişi olmaydı. Ve la yusiq wasaqahu ahad. Hiç kişi Allah kafir facirini bağlagandek zincir kişiler bilen hiç kişi bağlayamaydı. Mao mucrimlar, xalayqçıdaki mucrimlar haqqında deyilgenge. Amma onun aksideki tam aksideki musalih müminler ço فأما النفس الزكية المطمئنة أما pak nayt xatircem mümin nefsiga kelsak bununla deyildi ki ya eyyatuhan nefsul mutma'inne pakiz nefs Allah'ın va'disiga ishongan nefs. Yani bununla bugün hiç qanday qo'rqincha va bearamni qo'shilmaydigan, kammaydigan mandaq nefs irji'i ila rabbika radiyatan. Yani sen Rabbingning roziligi jannatiga bor. Allah sana bergan ne'matlarga rozi bo'lib, shuna ama ilgiri qilgan amallarından razı bulungan aldı. Allah senden razı, sen Allah'ın razı halatı var. Mana senin orunun bu, mukapatın bu, erişliğinin bu. Sen man, bu senin orunun, yolun bu. Müfessirler dağıtıdı, mana ma'u xitap ne da ölgen vaxtıda buludu. Mümin sekrat tutuşken vaxtıda aşı gep müminge deyildi. Fedukhuli fi ibadi. Yani sen emdi salih ben dilimden topağa gir ve dukhuli cenneti. Emdi sen salih ebrarlarının yurtu boğan cennete gir. Şunu olan süredeki mazmun ahırlaştı, süre ahırlaştı. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.